Assalomu alaykum. Nega siz xohlamaydigan narsalar hayotingizga kirib keladi? Bular haqida suhbatlashamiz. Birinchi navbatda inson nimadan qo'rqyapti? Buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni inson nimanidir juda qattiq xohlab turgan paytda, shu narsa bo'lsin-da, mana shu narsa bo'lsaydi, shu narsaga tezroq erishsaydim deyaptimi? Bilsinki, o'sha xohlayotgan narsasi ortida uni qo'rquvlari bor. Ya'ni amalga oshmay qolishi, o'xshata olmay qolishi, bo'lmasligi haqida qo'rquvlari mavjud. Inson mana shu qo'rquvlari ustida ishlashi kerak bo'ladi. Agar siz nimanidir qattiq xohlab turib, o'sha haqida o'ylayversangiz, siz aslida qo'rquvlarni aylantirib turasiz. Siz o'ylab turgan narsalaringizga butun diqqatingizni qaratasiz va sizni miyangiz siz qo'rqayotgan narsaga mos energiyaga sozlanadi. Xavotirli, shubhali energiyaga sozlanadi. Va siz hayotingizga o'sha sizni diqqatingiz qaratilgan va siz qanday energiyaga sozlangan bo'lsangiz, o'shanga mos voqeliklarni hayotingizga jalb qilasiz. Endi sizga aytaman. Qarang, inson birinchi navbatda o'sha qattiq qo'rqayotgan narsalari yoki o'zi xohlayotgan orzu istaklarini qo'yib yubora olishi kerak. Bu nima degani? Bizga eskidan dono xalqimiz aytgan: Allohga tavakkal qil, Allohga topshir, Allohga ishon. Agar siz nimanidir qattiq xohlab undan qo'rqayotgan bo'lsangiz, aslida bularni teskarisini qilayotgan bo'lasiz. Qila olmasligingizga ishonyapsiz. Alloh berishiga ishonmayapsiz degani. Va siz shubhalanyapsiz degani. Allohga nisbatan chiroyli gumonda bo'lish bizga o'rgatilgan. Lekin siz qo'rquv, xavotirlarni aylantiryapsizmi? Dunyolarga nisbatan, dunyoviy moddiyatga nisbatan. Farqi yo'q, bu insonmi, qandaydir bir boylikmi, mehr muhabbatmi, bular hammasi. Tushunyapsizmi? Siz bularga nisbatan qo'rqyapsizmi? Biling, siz ularga noloyiqman degan ongda yashayapsiz. Men bularga noloyiqman. Noloyiqlik ongi bilan yashaysiz va o'shanday energiyaga o'zingizni sozlaysiz. Bu energiyaga mos voqeliklar hayotingizga kirib keladi. Buni siz o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak. Nimanidir qattiq o'ylab, undan xavotirlanayotgan paytingizda uni teskarisi hayotingizga amalga oshadi. Yoki siz umuman o'ylamay, siz boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lgan paytingizda o'sha siz xohlagan narsa hayotingizga amalga oshib qoladi. Bilasizmi, bu yerda nima sodir bo'ldi? Bu yerda siz qo'yib yubordingiz. Siz diqqatingizni boshqa yerga qaratdingiz. Siz yaxshiliklarni xohladingiz va boshqa narsa bilan mashg'ul bo'ldingiz. Aslida mana shu ham tavakkalga kiradi. Shunday bo'la olishingiz kerak. Endi qarang, qo'yib yubora olmasligingiz mumkin. Qo'yib yubora olmayapsizmi? Bu sizni dunyo qarashingizda, ya'ni ong ostingizda noto'g'ri salbiy e'tiqodlar, ya'ni programmalar shakllanganligi tufayli siz xohishlaringizni tezroq bo'lishini, tezroq amalga oshib qolishini o'ylab va undan qo'rqib yashaysiz. Bu avtomatik sizni xayolingizga paydo bo'ladi. Avtomatik sizga bunday o'y-xayollar keladi. Bu barchasi sizni ong ostingizdan keladi. Endi qarang. Agar siz qo'yib yuborsangiz orzularingizni, siz xotirjam holatda harakatlanasiz. Siz yengil holatda harakatlanasiz va toza fikrlar sizga paydo bo'ladi. Va siz ijobiy harakatlarni amalga oshirasiz. Mana shundagina sizda yaxshi voqeliklar hayotingizga amalga oshishni boshlaydi. Bitta narsani unutmang.
Ko'pchilik sehrli so'z bor. Kimdir meni tuzatib qo'ysin, kimdir meni tuzatib qo'yadi. Bitta sehrli so'z aytadiki, men o'zgarib qolaman deydi. Yo'q. Aksincha, inson o'zini o'zi tushunadi. O'zini o'zi anglaydi. Kimlarnidir tushunishini kutib yashashni bas qiling. O'zingizni tushunishingiz kerak. O'zingizni tanishingiz kerak. Siz qanday insonsiz? Qanday shaxs deb bilasiz o'zingizni? Bularni siz tushunib, anglab va hayotga ijobiy qarashni boshlashingiz kerak. Mana shundagina hayotingizga mo'jizalar sodir bo'ladi. Mana shundagina bir sirli bir vaziyatlar sizni hayotingizga tezlik bilan amalga oshishni boshlaydi. Bu sirli bir amalga oshadigan vaziyatlar, ya'ni aytasiz-ku, men kutmagandim. Men kutmagandim bunday bo'lishini, boshqacha bo'ldi. Men xursand bo'lib ketdim. Men bu inson bunday menga munosabat qilishini bilmagandim deb birdaniga sizning atrofingizda bir mo'jizaviy voqealar sodir bo'ladi. Bu aslida siz o'zgarganingizdan, siz o'z holatingizni yaxshilaganingizdan bo'ladi. Bu vaziyatlar qachon amalga oshadi? Siz harakatni boshlaganingizdan keyin, siz o'zingizni o'zgartirganingizdan keyin bu narsalar sodir bo'ladi. Hayotingizga amalga oshishni boshlaydi. Qachonkina siz o'z holatingizni yaxshilasangizgina. Men buni takror va takror aytishdan charchamayman. Ya'ni siz o'z holatingizni bilib, o'rganib, uni tuzatsangizgina siz o'zgarasiz. Bo'lmasa, o'zingizni ayblab, boshqalarni ayblab, o'zingizdan kamchiliklar qidirib, doim tushkunlikda, norozilikda, xafagarchilikda, energiyasizlikda yurasiz. Bular sizni charchatib qo'yadi. Va nima sodir bo'ladi? Hech narsani xohlamaslik, umidsizlik, ishonchsizlik sizni ongingizni qamrab oladi. Endi bu holatni tuzatish faqatgina sizni o'zingizni yaxshilash va o'zingizni tuzatishingiz bilan bog'liq. Ko'pchilik aytadi, taqdir. Ha, taqdir. Alloh taolo yozgan sizni taqdiringizni. Lekin sizni harakatlaringizga ham bog'liq. Sizni tanlovingiz bor. Agar siz bu dunyoda yaxshi yashamay, baxtsiz bo'lib, qiynalib, azob chekib o'tsangiz, siz bu yo'lni o'zingiz tanlagan bo'lasiz. Bu taqdiringiz emas, bu sizni tanlovingiz edi. Siz qay yo'ldan yurishni o'zingiz tanlaysiz. Bu yo'ldan yurishnimi, u yo'ldan yurishnimi, buni siz o'zingiz tanlaysiz. Taqdirni ayblamang. O'zingizni ham, boshqalarni ham ayblamang. Shunchaki o'zingizni, holatingizni yaxshilang. Chiroyli gumonda bo'ling. Fikrlaringiz, qo'rquvlaringiz ustida ishlang. Shundagina hayotingiz go'zallashadi. Shundagina atrof muhitingiz go'zallashadi. Va keyin siz xotirjam yashashni boshlaysiz. Aslida bu dunyoda qo'rqadigan, azob chekadigan narsani o'zi yo'q. Inson qo'rquv, azob, xavotir, vahimalarni o'zi yaratadi. O'zini ongidagi e'tiqodlariga asoslangan holatda o'zi yaratadi. Sizga bu tug'ma qobiliyat emas, shuni unutmang. Xavotirli, qo'rquvli, vahimali inson bo'lish sizga bu tug'ma talant emas. Siz buni atrof muhitdan o'rganasiz. Va mana shu robotday atrof muhitdan ko'chirib hayot kechiryapsiz. Yo'q, buni to'xtating. O'z ong ostingizdagi salbiy e'tiqodlar ustida ishlang. O'zingizni rivojlantirishni hozirdan boshlang. Ertaga indinga qoldirishni bas qiling. Miyangiz ishonmay qoladi. Qanchalik ko'p o'zingizni aldasangiz bo'ldi. Siz o'sha xohlayotgan yoki boshlayman degan narsaga nisbatan ishonmay qo'yasiz. Hozirdan boshlang. Meni tavsiyam shu. Inshaalloh ijobiy tomonga o'zgara olasiz. Agar o'zgara olmayotgan bo'lsangiz, sizni tuzatadigan, sizni fikrlaringizni yaxshilaydigan insonlarga murojaat qiling. Hurmatli kuzatuvchilar,
Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Har biringizni fikrlaringizni men shaxsan o'zim o'qiyman va sizlarni muammolaringizga mos tarzda mana shunday audio bilimlarni berib boraman. Qadri baland qadrdonlarim, qadringiz baland. Ishonchingizni tuzating. Yaxshi ishonchlarni o'zingizga shakllantiring. Yomon gumonlardan saqlaning. Shundagina inshaalloh hayotingiz yaxshilanadi. Men bunga qattiq ishonaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlarim.